ko'rish o'zi ham ichida erkak bo'ladi. Haqiqiy seksual ayollar ana pompaloq, hamma yollari qonnalari chiqqan bir seksual o'sha ayollar. Ular ana o'zidan yasalgan bir mamlaqa figura ichida esa ular seksapilli bir erkaklar, o'zini ayolligiga shubhasi bor ayollar. Mana hamma yog'ini bo'tini chiqargan, o'tini chiqargan, o'tiga gel surgan, bo'tiga gel surgan, bo'tini shirgan, demak, o'zini o'zini ayolligini kastratsiya qilib, yana psixikasiga men ayolman deb singitdi. Ayollik jozibasini ochib, ayollik jozibasi ongli tushunmaguningizcha, bu narsani asizlamas qilmaguningizcha, taningiz bilan ishlamaguningizcha ayollik jozibasi kurslar 18 pluslar, o'sha 18 plus anaqa o'sha ayollik anaqasidan darsliklaridan dars berayotgan ayollarni o'zini qarang, bir ana transliga o'xshashadi. Trans erkak sifat bo'lib hamma yo'llarni bo'rttirib tashalgan. Bo'rttirilgan ayol o'zini ayolligiga shubhasi bor ayol hisoblanadi. Bilib qo'ying. Qatinidir o'tin o'shaning uchun bizga zapret qilingan, o't betingga tegmagin deb zapret qiling. O'zingizga mingta bahona toping. U mumkin ekan, ozgina o'zgartirma. Ozgina mashtum o'zgartirma. Ozgina butun o'zgartirma. Ozgina butun o'zgartirma. Ozgina ko'p emas. Ozgina siz basharangiz ozgina bo'lib turibdi o'sha. Demak, sen yana o'zingga tars qiluvding, yetmayapti. Butingga ham ozgina, o'tingga ham ozgina, hamma yog'ing ozgina. Demak, o'zingning shubhang bor ayolligingga. Demak, seksual mayling bostirilgan.